Naqadar chiroyli bolaman-a, ko'z tegmasin. Ay, uyimdan uzoqroq tur. Bu nima bu? Mayli. Kim gapirdi hozir? Qishloqqa sen gapirdingmi? Mendan boshqa senga itam gapirmaydi-yu. Yo'q, shunaqami? Albatta, turishingga qara, yarim kilo boqqa o'xshaysan. Qoshlari qaldirg'och gapiryaptimi? Ey, sen meni qoshlarimga osilma uka, uchirsam uchib ketasan bekor. Voy, qoshingdan boshqa maqtanadigan narsang ham bormi sani? Albatta, meni uyimga qara, bahaybat, ko'rkam, shinam, zo'r, chiroyli uy. Chiroyli? Ko'ryapsanmi? Endi senikini qara, yarim kilo boqqa o'xshaydi. Nima? Zato mazanda yaxshiroq qura olaman. Yo'q, uka, kulgima qisatma, nima bellashmoqchimisan? Qachon desang, qayerda desang? Hozir va shu yerda. Bo'ldi, gap yo'q. Qani unda hozirroq boshlaymiz, uchdik. Hozir biror choy ichib chiqay. Bemalol. Men esa joy yoqtirib turaman. Xo'sh, do'stlar, Jitil bilan ozgina urush ketib qoldik. Endi biz yutmasak bo'lmaydi. Qanaqadir qurmalar jangi uyushtiramiz endi mana shu yerlargami yoki qayerga qo'ysak ekan? Qayerga qursak ekan? Hali ham joyni topib bo'lmadingmi? Topib bo'ldi, men shunchaki uchib yuribman. Menga shu joy kerakchi. Sen o'zingga topib ol. Faqat o'zimga bo'lib qoldi-yu, mayli. Sen undan ko'ra nimani qurishimizdan gapir. Seni bilmadimmi, meni baland narsa qurgim kelyapti o'zi dersan. Yaxshi, unda yutqazishga tayyor tur, chunki men almazli blokdan quryapman. Bu esa meni yaxshi ko'rgan bloklarimdan biri. Xo'p, qani unda qurishni boshlaymiz. Xo'p, mana shunchalar yetsa kerak tagiga. 10 ga 10 bo'ldi. Balandligiga bo'lsa, xos qilamiz. Mana shunchalar yetsa kerak menimcha. Yaxshi, menimcha shuni ichiga 3-4 qavat sig'dirsa bo'ladi. Xo'p, endi devorlarni qilib chiqishimiz kerak. Va oxirgi qatori va bo'ldi. Jitil mendan balandroq qo'yibdi. Shu shitda mendan balandda bo'lsa-da bu yer emas. Kimdir tiliga erk bermasa-da shu. Mayli, ahamiyat bermaymiz. Biz esa o'sha topshiriqlarni bajarishga kirishamiz. Xo'p, qani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, mana shu o'rtasidan teshik ochamiz. Xo'p. Va bo'ldi. Polni qilmabmiz-ku. Bunisini ham yopamiz va bo'ldi, polini ham qilib bo'ldik. Xo'sh, meniki zo'r baribir. Xo'p, endi eshik oq eshikdan qo'yamiz. O'sha birinchi topshiriq ham shu yerda bo'ladi. Va uni ochish uchun mana bu irchayni topishi kerak bo'ladi. Xo'p, eshikni mana bunday qo'yamiz va mana bu yerga blok qo'yamiz. Irchak emas, yaxshisi nima qo'ygan yaxshi, oyoq tagiga qo'yadigan plita qo'ygan yaxshi menimcha, mana narsani otilmaydi. Xullas, mana yemakka bekitib qo'ysak, shuni oqtarib topish yo'q, buni sindira olmaydi-yu, sindirsa yo'qolib qoladi-yu. Bizga taxtalisi kerak, taxtalisini olamiz. Xo'p, mana shu yerga bekitib qo'yamiz. Xo'p. Va bo'ldi, shuni topish kerak. Bu uni birinchi sharti bo'ladi. Qishloqqa menimcha birinchisini ham eplay olmaydi. Xo'p, endi biz ichkariga kirib olishimiz kerak. Ichkariga kirib shartlarni qilib chiqishimiz kerak topshiriqlar. Bu hali ham devorni quryapti, devorni. Xo'p. Birinchi qavat bizda nima bo'ladi? Xo'sh, o'ylanish kerak. Yaxshi bo'lish kerak. Yaxshi narsa bo'lish kerak. Xo'p. Bizda nimalar bor? Nimadan foydalansam bo'larkan? Nimadan foydalanay? Nima qilsam ekan? Xo'p, bo'ldi. Topdim. Birinchisi parkur bo'ladi. Parkur bo'lmasa bo'lmaydi. Bu yerga qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerga ham qo'ysak, Jitil parkurlarni yomon ko'radi. Bu juda ham ayni muddao bo'ladi bizga.
Xo'p, mana bu yerga qo'ysak sakrasa bo'larmikan? Xo'p, maytdan matga sakrasa bo'ladi. Bu yoqqa yo'q. Uzr, bo'lmas ekan. Mana bu joyga qo'yamiz. Kakras. Ayni muddao bo'ladi. Mana bu yerga sakraganda u yoqqa tushib ketadi. Xo'p, bu yoqqa qo'yamiz va bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Yo'q, bu yoq. Menimcha shu oxiri bo'lgani bo'lsa bo'laveradi. U yog'iga zina qilib chiqarib yuboramiz. Xo'p, polni ham qilib bo'ldim. Endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatga bo'lsa, mana bunaqa narsa qo'yamiz. Qaranglar do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu narsa qish qo'yilib ketdi. Mana bu narsani mana bu yerga qo'yib, ustiga manqa qo'yib, mana bu yerga knopka qo'yamiz. Hoppa. Va ustiga turib knopkani bossak hech narsa bo'lmaydi, chunki hech narsa bo'lmaydi. Obsidian qo'yish kerak shekilli, baribir atrofiga obsidian qo'yish kerak ekan. Xo'p, unda obsidian olamiz. Obsidian boshqacharoq qilamiz unda do'stlar. Mana bu yerga mana bunaqasiga qo'yib, o'rtasiga mana bu portionni qo'yib, knopka va manqa. Endi esa sakraymiz. Xo'p, ana o'xshadi. O'xshaydi, albatta o'xshaydi. Endi shundan sakrab, keyingisiga sakrab o'ta olishi kerak. Shuning uchun balandligini aniqlab olishimiz kerak. Taxminan shuncha ekan. Shu joylarga qursak bo'laveradi. Qani boshladik mana. Xo'p. Endi esa bunisini tekshirib ko'ramiz. Qani o'zi chiqsa bo'ladimi, yo'qmi, shuni tekshirib ko'rishimiz kerak. Xo'p. Qiyshiq bo'lib ketdi. Yo'q, chiqsa bo'ladi, qarab turinglar hozir. Xo'p, mana bo'ladi bunisiga chiqsa. Xo'p, qani endi xo'p. Mana shu yerga ham bitta qurishimiz kerak ekan. Xo'p, qani mana bunday va bo'ldi. Bu yerga ham tugma va hoppa. Oxirgi nuqta mana shu yerda bo'ladi. Menimcha 3 ta yetsa kerak. Mana shu yerlarga menimcha juda ham oson qilib qo'yapman. Oson qilib qo'yapman, cho'ta mayli. Qishloqiga ozgina osonlashtirmasak ham keyin uni olaverib bezor qilib tashlaydi. Shuning uchun mana bu yerga blok qo'yamiz. Va o'zimiz ham tekshirib ko'ramiz endi o'xshaydimi, o'xshamaydimi. Qani 1, 2, 3. Opa. Albatta o'xshaydi qishloqi. Endi shuni ham qila olmasa bilmadim, uning uchun nima qilib berish kerak. Shunchaki tekis yo'l qilib berish kerakmi? Hayronman. Do'stlar, sizlar bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi qismi chiqishi uchun izohlarda fikringizni qoldiring. Biz esa mana bundan quramiz keyingi shartni. Xo'p. Mana bundan yo'lakcha qilsak, menimcha yaxshigina joni ketib yo o'lib qolishga ham ulgursa kerak menimcha. Xo'p, mana bunday. Bu yeri yo'l bo'lib ketadi. Xo'sh, menimcha bu ham juda ham oson. Mana bunday parkur chaqib qo'yamiz kichkina. Parkurlarni yaxshi ko'raman-da, u esa yomon ko'radi. Shuning uchun parkurni qo'yib tashlayveramiz hamma joyiga. Mana bu yerda olib tashlasak, bu yerda ham olib tashlaymiz. Farqi yo'q bu yoqqa. Xo'p keladi, keyin joni ketyapti. O'lib ketadi. 3 ta yurachasi qoladi, 2 ta qoladi, 1 ta qoladi. Shu bilan tugab qoladi. Xo'p, endi mana bu yerga ham bitta manondan qo'yib qo'yamiz. Endi esa polni qurishni boshlayveramiz. Xo'p, mana bu yerga va bo'ldi. Polni ham qurib bo'ldim. Yoki patologmi? Xullas, maytda qaysidir g'ilay tashab ketibdi. Mayli, mana bu yerni yopib qo'lim qiyshiq. Bo'ldi, mana bu yerni ham yopib qo'ydik. Voy, tunda ko'radigan ichimlik ham kerak ekan bizga. Xo'p, endi bu yerga nima qurishni o'ylashimiz kerak. Oxirgi yetib kelib qopmiz-ku, bu oxirgi shart ekan. Xo'p, nima qurishni o'ylab bo'ldim. O'ylab oxiri labirint qurib qo'ya qolay dedim. Labirint ham oddiy bo'lmasligi kerak. Oddiy bo'lmash kerak. Xo'p, labirintni ham qurib bo'ldim. Endi esa keyingi qavatga chiqadigan zinani qayerga berkitishni o'ylash kerak. Xo'p, mana bu yerlarda yuradi. Mana bu yerga kelib, bu yerda zina bor. Shuning uchun bu yerga qaramasdan o'tib ketadi. Katta ehtimol bilan menimcha endi shunaqa deb o'ylayapman. Shuning uchun men o'z zinalarni mana shu yerga qo'yaman. Ko'rmay qoladi menimcha, shunday deb umid qilyapman endi. Keyin buni ustidan chiqib mana bu yerda kichkina parkurcha qilish kerak yana. Parkurlar har doimgidek va mana bu yerda
zinadan oxirigacha ko'tarilishi kerak. Xo'p, zinani qo'yib chiqqanmiz. Bunday qilib hop. Va bo'ldi. Shu bilan yetib kelibdi. Mayli, shu bilan o'tib ketgan bo'ladi qishloqqa. Bu safar oson qilib qo'ydim. Bu safar deyapman, birinchi safar oson qilib qo'ydim. Keyingi safar albatta qiyinroq qilaman. Endi esa o'zi qishloqqa nima qilyapti ekan? Pastda shekilli hali ham. Mayli, biz esa endi polni tomini yopishimiz kerak, ya'ni mana buni buzib tashlaymiz va mana buni qo'yamiz. Bo'ldi, endi tomini yopib chiqish kerak. Xo'p, mana bu yerda qaysidir g'ilay tashab ketibdi. Mayli, ahamiyat bermaymiz. Endi mana bu yerdan ikkita blok balandligida devorcha qurib chiqamiz. Chunki bu yer oxirgi sharti bo'ladi, arena bo'ladi. Va mana shunaqasiga qurib chiqamiz va kim bilan urushishini sizlar izohlarda yozib qoldiring. Xo'p, mana bu 3-blok ortiqcha, 3-sini olib tashlaymiz. Mana shunday. Mana va qiyshiq. Mana shunday. Bunaqasiga ham bir yo'li binolarimizni tenglashtirib qo'yaman-da. Aqlli bo'laman-ku, mana IQ'm baland-ku. Xo'p, mana bunaqasiga yopamiz. Mana buni ham mana bundaysiga va bundaysiga. Xo'p va bo'ldi. Endi bu yerga narsalar qo'yib qo'yishimiz kerak, sovrin degandek. Xo'p, endi mana bu sandiqni mana bu yerga qo'yib olishimiz kerak va buni ichiga kerakli narsalarni solishimiz kerak. Qishloqqa kim bilan urushadi? Masalan, qaysi mob bilan urushadi qishloqqa? Mana bu bilan urushtiraylikmi yoki mana bu bilan urushtiraylikmi? Qaysi bilan urushgani yaxshiroq? Bironta boss bilan ham urushish kerak edi-da, o'zi boss. Mayli, men bilan urushib bo'veradi, chunki eng zo'r boss bu dunyoda menman. Mana bu bronyalarni olamiz. Men uchun ham olamiz va yana nima qolib ketdi? Suv olishimiz kerak. Suv water drop qiladi. Shu oxirgi sharti bo'ladi. Mana oxirgi sharti aniq shu bo'ladi. Xo'sh, men ham water drop qilib qo'yaraman. Farqi yo'q, menga ham bo'laveradi. Xo'sh, ovqatga kelsak, ovqatga oltinli olma ham bo'laveradi, oddiysi. Xo'sh, endi solib qo'yamiz buni, mana buni va 13 ta ko'pchutda mana buni bo'lib olaylikchi bunday qilib. Voy, shuni qilishni yaxshi ko'raman-da, bor. Mayli, xo'p. Ko'p o'ynamaymiz. Mana 6 ta yetadi menimcha. Menga bo'lsa 7 ta ham bo'laveradi. Xo'p, buni mana bu yerga qo'yamiz, buni qo'shamiz va mapta. Xayr, oltinli olma bronyalarimi, o'zimning narsalarimni mana bu yerga qo'yib qo'ysam, xalaq bermay turadi. Xo'p, endi bo'lsa men bilan urushib bo'lgandan keyin bu qishloqqa mana shu yerga water drop qilish kerak bo'ladi. O'zim bitta qilib ko'raman, qani. Xo'p, qani ketdi. Hop. Qildimi, qilmadimmi, tushunmadim o'zim ham. Mayli, qildim deb hisoblaymiz, xullas. Endi bo'lsa bu suvni olib tashlashimiz kerak mana bu tosh bilan. Qani, xo'p. Endi bo'lsa mana bu yerga kichkina platformacha qurib qo'yamiz. Suv bilan shu yerga tushish uchun qiyshiq bloklarga tushib o'lib yana bahona qilmasligi uchun mana bu yerga ham yopib qo'yamiz va bo'ldi. Mana o'tlar xalaq beradi shekilli. Mana o'tlarni olib tashlaymiz. Xo'p, mana shu yerga ham bitta sandiq bekitib qo'ysakchi, shu oxirgi sharti bo'ladi atak. Shunisi endi ham oxirgi sharti bo'ladi. Bu yerda sovrinlar bo'ladi. Sovrinlarni qo'yishga ulgurmagandim. Xo'p, mana shu yerga qo'yamiz. Tepadagi blokni sindirish kerak bo'ladi ochish uchun. Xo'pa. Va buni ichiga nima solamiz? Buni ichiga izumrud solamiz. Nima ham solardik? Qishloqqa nimani yaxshi ko'radi? Xo'p, izumrudni albatta va ko'zimga ko'ringan yashil narsani olib qo'yaraman. Buni ham olaman, buni ham olaman. Menimcha yana yashil nima bor? Creeperni tuxumi kerak emas. Mayli, menimcha shuni o'zi yetadi. Mana bunaqasiga qo'yib qo'ysak chiroyliroq ko'rinadi. Mana shunday qilib to'ldirib qo'yamiz va yana bir stak. Pam va 20 ta ortib qolyapti bizda. Buni ham terib yuboramiz ustiga. Va bo'ldi, juda ham chiroyli, juda ham ajoyib, juda ham. Xullas, mana bu narsalarda kerak emas, o'sha oshiqcha narsalar. Ustini toshli blok bilan yopib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan men qurib bo'ldim. Qishloqqa qachon qurib bo'ladi endi? Mana menikini qaranglar chiroyliligini. Ko'm-ko'k almazli blokdan juda ham ajoyib, juda ham chiroyli.
Kimniki yaxshiroq chiqqan baribir izohlarda yozib qoldiring. Xo'p, endi kutamiz. Mahalladagi bolalar bilan o'sha futbol o'ynab kelyapman. Bu hali ham quryapti bu qishloqqa. Hali ham quryapti. Qishloqqa nima qilyapsan, ey? Hali ham quryapsanmi? Ha, nimalar deyapsan? Men qurib olganman. Seni kelishingni kutayotgandim. Qishloqqa yaxshi qishloqim. Qarab tur, hozir men senga fokus ko'rsataman, выживаниеga o'tib qolaman. 1, 2, 3. Ana, ko'rdingmi qishloqqa? Sen shunaqa qila olasanmi? Albatta qila olaman. Yosh bolalar qiladigan narsa-yu. Sen undan ko'ra binodan o'tishni boshla. Qara, to'poyliging chetdan bilinadi. Bino bas bu, minora bu. Xo'p, eshiklari oddiy ekan, kirishni boshlaymiz degan skeletlar bor ekan, u yopib qo'yamiz. Qanaqa yo'q, ochamiz. Kiramiz. Urush. Vo. Menimcha mana shu narsa bilan urib o'ldirishim kerakmi bular? O'roq bilan urib o'ldiraman, qoch. Voh, narsalar tiqib tashlabdi. Voy, hozir o'ldirib qo'yishadi men orqada. Jonim qolmadi. Bo'ldi. O'ldirdik. Menimcha birinchi qavat уже bajarildi. Lekin hali ikkinchi qavatga o'tmading-ku, jinni qanday qilib bajargan bo'lasan? San jim turib turorga, men o'zim bilaman mana. Qilishni olamiz, mana temirni olib bo'lmayapti-yu. Qishloqqa buni hisobga olmasdan shekilli. Qanday olaman qishloqqa buni? Sindirib olsa bo'ladi-yu, shuni ham men o'rgatishim kerakmi? Aqlli bola edi-ku, aqlingni ishlat. Bo'ldi. Oldim. Endi mana bu temirni olamiz. Mana IQ'mi ishlatib olyapman, qara. Mana uni ham olamiz. Endi ikkinchi qavatga qanday chiqamiz? Bu yerda qanday qilib chiqamiz? Mana bu shamlarga nimanidir o'tirg'izib yoki qanday chiqamiz, ey qishloqqa? Bironta gap aytasanmi, sen yordam berasanmi o'zi? O'zingda bor narsalarga yaxshilab qara. Nima? Hamma narsani men o'rgatishim kerakmi? Keyin bu tomonga qara. Mana bu yerga chiqib turib, mana buni bunaqasiga otish kerak ekan. Bo'ldi, o'tib bo'ldim. Birinchi qavatni o'zim qilib berdim desam ham bo'laverar ekan. Sen nima desang ham menga vashcha farqi yo'q. Bilasan-ku, mana bu narsani ichamizda parkurlaringdan o'tib beramiz hozir. Qarab tur. Bunisidan men o'zim o'tib ketaman. Hoppa. Amerika Creeper portlatib yubordi. Qara, qishloqqa shuni hisobga olmagansan-da, baribir tuppoysan baribir. Shunchalik aqlli bo'lsang, tezroq parkurdan o'tib ket. Hozir mana bu bekitgan narsalaringni olib olayda shunday. Xo'p, endi yana boshqatdan o'tamiz. Hoppa. Mana bu tomonga, mana bu tomonga. Bu narsani oldik. Xo'p, endi mana shu joyga, men qaranglar menikini chiroyliligini. Xo'p, mana maytdan sakrashni hisobga olmagansan-da, bu yerdan sakrab bu. Maytda ham bor ekan. Antay. Bekitgan narsalaringni topib olyapman. Qishloqqa nima bu? Yosh bolaga nima qilgan deb bekitib qo'yibsan. Xo'p, yana boshqatdan boshlaymiz unda. Mana bu yerga sakraymiz va mana bu yerga sakraymiz endi. Endi esa yaxshi. Aqlli qaror. Mayli, ozgina aql bor bar senda. Lekin bar to'p qo'ysan. Hop, bu tomonga sakraymiz. Mana shu joyga qanday qilib yetaman? Men yetib bo'lmaydi bu tomonga. Bor kuching bilan sakrasang ham. Shuni kallang ishlamaganda shuni to'g'rilashda bilmaysan. Qishloqsan-da, bar qishloqligingga borasan. Yetib bo'lmaydi deyapman-ku qishloqqa. Sen ko'p bahona qilmasdan sakrayverchi, o'xshab qoladi mana. Endi o'xshaydi, qara. Albatta o'xshaydi-da, to'g'rilab qo'yganingdan keyin qishloqqa. Xo'p, mana bu tomonga sakraymiz. O'sha nechinchi marta o'tyapman-u. Xo'p, bu joyga sakraymiz, endi bu tomonga sakraymiz. Bo'ldi. Bunisini ham qilib bo'ldim. Oltinli olma. Xo'p, buni yeb olamiz. Mana bu yerga tushsak, bunaqa narsa berar ekan, bu nima bu? Mayli, buni ham yeb olamiz, ichib olamiz. Qara, gapirishni ham bilmaysan-da, ichish bilan yeyishni ham farqiga bormaydi. Nega yonmayapsan? Fayzi, boshqatdan o'tasan, bu g'irromlik. G'irrom qilyapsan sen, boshqatdan o'tasan. Menga farqi yo'q, men o'tib bo'ldim. O'zing hisobga olmagansan-da, qishloqqa yana menga to'nkiysan. Mayli, birinchi safarga kechiraman, lekin keyin kechirmayman. Xo'p, bu qavatda menimcha mana bu narsalarni urmay tur. Mana bu narsalarni olib olishimiz kerak. Buni ham kiyamiz. Buni ham yana qo'yib qo'ydikmi? Qiyshig'imizda qo'llarim qiyshayib ketganmi? Mana narsani kiyamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi bomba orqali tepaga uchib chiqishimiz kerak, men tushunishim bo'yicha. Oho. Xo'p. Qani boshlaymiz. Ikkita tinchi boshlanishiga hop. Bu uchirmayapti-yu, uchirdi. Sen yaramas, meni so'kish uchun xohlagancha bahona topyapsan-a. Qarab tur, seni binoyingda shunchalik ko'p xato topamanki, o'zing ham hayron qolasan. Xo'p, do'stlar, qishloqni gapiga e'tibor bermaymiz. Biz tinchilarni qo'yishda davom etamiz. Hop.
Ha bunaqa bunaqada o'lib ketaman bu sakrab uchib chiqqunimgacha o'lib ketaman bu qiyshiq qurgansanda qishloqqa baribir qiyshiqsan. Sen bola men tomonga gapirmasdan topshiriqlardan tezda o'tchi. Miyingni ishlat agar albatta bo'lsa. Voy hozir shunaqa o'taman nimagadir o'xshamayapti borku ko'proq tinch qilish kerakmi yoki boshqa narsa qilish kerak nima qilyapti bu yerda qishloqqa. Xo'p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 endi uchamiz. Men uchaman. O'xshadi. Yomon o'xshadi. Ko'rdingmi? Qishloqqa o'xshatmagan narsangni men o'xshataman-da. Bu yoqqa bo'lsa yosh bolalar uchun parkur, sakrab o'tib ketamiz. Xo'p, endi bu tomonga qanday sakrayman? Jinni, boshimda turib blok turibdi-yu. Qaysi blok? Bu yerda blok yo'q. Yaxshilab qara g'ilay. Yo'q bo'ladi buzib tashlaganingdan keyin qishloqqa meni aldamoqchi bo'l deyapti o'zicha. Xo'p, endi bu yerda nima qilishimiz kerak? Mana oshiqcha narsalarni olib qo'yaylik qani. Kamon bilan o'qni shundaysiga olamiz va kimni otamiz, kimni o'ldiramiz? Men otasan, men bilan otishasan. Qanaqa bu men bilan jang qilasan? Ay, qanday sen kreativdasan-ku jinni? Farqi yo'q, jang qilaver, o'xshab qolishi mumkin. Nima o'xshaydi? Garang o'lib ketaman bekor. Men mashqga bekor olaman. Menga farqi yo'q. Ha, mayli, topshiriqlarni chala-chulpa qilib bajarding deylik, mayli bu safariga. Mana bu narsalar senga sovg'a mayli, sovrin sifatida qabul qil. Rahmat, oltinli olma, rahmat. Oltin, oho. Boyib ketar ekanmiz, olmos. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, endi tushamiz biz. Ay, uzr. Xo'p, qishloqqa, endi esa sening yulduzli onlaring keldi. Qani sen o'tishni boshlacha men topshiriqlarimdan birinchi topshirig'ing esa bu mayli, sandiqdan ochib, ichidagi narsalarni olish. Bittasiga tegma, bu men uchun. Xo'p, eshikni qanday ochishni yo'lini top. Buni tushunib oldim, ahmoq. O'sha oqtaryapman. Sen xalaq bermay turgin bo'ldi. Xo'p, xalaq bermaymiz, qani topchi. Xo'p. Aylanib chiqaylikcha atrofini qara. Bu tomonlarga bekitib qo'yganmiz-ku. Bu nima? Yo'q, tegma bunga tegma. Bu oxirida oladigan sandig'ing jinni. Bo'ldi, tushundim. Bu tomonda qarab chiqamiz. Bu yerlarda hech narsa yo'q. Xullas hech narsa yo'q ekan. Eshikni qanday ochaman? Buzamiz kerak. Ey, bu topshiriq senga jinni, topshiriqda bajar. Buzish mumkin emas. Kalit top. Yo'q narsani qanday topaman? Yaramas, miyingni ishlat. Qanday topasan? Mana. Bo'ldi, topdim. Mana shu yerda ekan, o'zi sezgan edim, shunchaki senga sezdirmay yurgan edim-da. Qarang-a. Xo'p, endi bu narsani bittasini olamiz va tepaga chiqib mana bu eshikni tagiga qo'yib kirib ketamiz ichkariga. Xo'p, birinchi shartimiz nima? La'nati parkur qildingmi? Yana parkurlarni yomon ko'rishimni bilarding-ku. Ataylab qo'ygansan-da, sen menga dushmansan. Ay, tushib ketdim. Uzr, hammada bo'lib turadi. Xo'p, endi parkurlardan o'tishni boshlaymiz. Mayli. Senga hali ko'rsatib qo'yaman. Keyingi safar aniq men seni xo'rlayman. Xo'p, u yerga sakraymiz. Qara, bittada o'tib ketaman bu yosh bolalarcha parkuringni. Albatta qishloq, albatta. Bittada o'tib ketasan, lekin bu уже 3-urinish nimagadir. Ana уже 4-chi. Sen chalg'itmay tursang, shuni o'tib ketgan bo'lardim. O'sha binoyni tugatgan bo'lardim. Chalg'itmagin, gapirmay tur. Sen umuman o'zim bilaman nima qilishni. Aql o'rgatma menga. Bo'ldi, gapirmayman, ko'ramiz, oxirgacha ko'ramiz nima bo'lar ekan. Yaxshi. Endi bunisida o'tib bo'lmaydi. Sen noto'g'ri qurgansan. Sen ham qiyshiqsan menga o'xshagan. Qanday o'tib bo'lmaydi? Mana qaraman, sen ko'rsatib beraman. 1 2 3 4 bo'ldi. To'xta, ko'rmay qoldim. Mayli, tushunib oldim. Xo'p, 1 2 va 3. Oson ekan u. Nima u? 4 va 5 va 6 tekanu nimaga aldiysan? Aldoqchi. Yaxshi, bunisidan ham o'tib olding. Endi bunisiga marhamat. Bu yerda nima qilishni o'zing tushunib ol. Batta zombi ortiqcha. Hop. Xo'p, bunisi nima ekan endi? Bosib turib, sakrab, keyingisiga chiqish kerak va keyingisiga chiqish kerak. Bo'ldi, bunda osoni yo'q. Men mana. Voy, kimdir tushib ketdi-da menimcha. Sen chakagingni yopib turgin, men oldin o'rganib olishim kerakmi? 1-2 bunday harakat qilib ko'rishim kerakmi? Kimda birinchi marta o'xshagan? Jinni, sen og'zingni yopib jimgina tomosha qilib turgin, dunyo go'zal bo'ladi. Yaxshi, mana jim turibman-ku.
Ana, sezdingmi, sani og'zing yumildi, dunyo go'zallashdi. Balki menga oltinli olma berarsan, ha? Jonim kamayib ketyapti. Shuni hisobga olmagansan-da. Hozir man uni 64 ta berib yubormayman, mana uni bo'lib chiqaylik qani. 5 ni 4 ga bo'lamiz. Yo'q, to'xtab tur. 4 ni 2 ga. 2 ni 1 ga bo'lib bo'lmayapti. Voy. 2 ni 1 ga bo'lib bo'lmayapti. Bitta berib bo'lmas ekan shekilli. Mayli, 2 ta beraman, mayli. Sen borgan sari yomon bola bo'lib ketyapsan. Qanaqa 2 ta 64 ta bersang ham bo'lardi, saxiylik qilib, qizg'anchiq bo'lmasdan. Mayli, nima ham derdim. Hop, sakraymiz. Mana o'xshadi. Ko'rdingmi? Ozgina nima qilgandan keyin o'xshaydi. O'rganib olaman. Sekin-sekin. Hop, keyingisi. Xo'ba, ko'ryapsanmi? O'sha to'xtamasdan o'xshaydi. Bu yerga sakrashim kerakmi endi? Bo'ldi, bundan osoni yo'q. Qarab turka. Xo'ba. Va xo'ba, to'xtab tur. Boshimni ustiga qo'yib qo'yibsan-da blogiga. Qiyshiq. Xo'ba, mana ko'ryapsanmi? Bundan osoni yo'q. Yaxshi. O, jonni ketkazishda yangi usuli. Sen yaramas, yana parkur qo'yding. Bu yana parkur bo'lmasa yasholmaysanmi sen? Ataylar meni qiynamoqchimisan yoki oxirgacha shunday qo'yib chiqibdi. Ataylar meni o'ldirmoqchi. Bu yaramas. O'tib ketaman bittada. Ko'rdingmi? Bo'ldi, o'tib ketdim parkuringdan. O, yosh bolalarcha parkuring menga qilma. Keyingisi nima? Qani gapirchi. Xo'p, keyingisi sen uchun kichkinagina labirintcha. Qani o'ta olarmikinsan? Bo'ldi, o'sha o'tib bo'ldim deb hisoblayversa, qaramay tursang bo'lgani. Xo'p, bu yerga yuramiz. Bu tomonga yurib ko'ramiz. Bu tomonga ham bitta qarab. Menimcha men topib oldim. Ha. Bu yerlarga zombi qo'ymoqchi edim. Mana rejam bo'yicha unchalik tashlamasliging kerak. Yaramas, qilma. O'tib qo'yding labirintga. Yaramas. Mana zombilar bilan bitta maza qil. Aytga qilich tashlaganman, ol, qilichni oldingmi? Urish shu bilan. Sen borgan sari yomon bola bo'lib ketyapsan. Hozir o'lib ketaman. Dabba. Qanday? Bo'ldi. Zombi qo'yma, befoyda baribir. Menga qarshi bular hech narsa qila olmaydi. Meni ishlat, undan ko'ra oltinli olma ber menga. Oltinli olma, mana oltinli olma ol. Bo'ldi, o'tib oldim. Ha. Tadam. Zombi qo'yma, yaramas. Qiyshiq. Bu yerdan sakrab o'tishim kerak men. Yo'qol zombi, yo'qol. Kish yo'qol. Bunaqa oson o'tib ketishingga yo'l qo'yadi deb o'ylayapsanmi? Bu o'zi qiyinroq bo'lishi kerak edi. Juda ham oson o'tib ketding sen. Yaramas. Mayli, mana bu yerga bitta qo'yamiz. Voy, mayli. Nima bo'lsa ham shu men yutqazsam-da senga bor-ku. Sen meni shunaqa ko'ra olmaysan-ki, chunki men zo'rman-da sendan, ha? Albatta zo'rsan. Hozir shu yerda ko'ramiz kim zo'rligini. Hozir sen Minecraftdagi eng zo'r boss bilan jang qilasan. Birga bir. Yo'q, tayyorman. Hammasiga tayyorman. Qani o'sha boss? Kelyaptimi? Qo'yasanmi bossni? Hozir men uni kiyib uzr. Buni hisobga olmayapman. Mana uni nimaga qo'yib olsam bo'ldi. O'sha boss menman. Boss kelmabdimi? Uni o'rniga sen ham bo'laversan. Hozir shu bo'laveradigan bola seni bo'lib tashlaydi. Qarab turginda sen ko'p gapiraveraysan-da mana. Mana yeyimizda va hujumga o'tamiz. Xo'ba. Mana bo'lsa kerak. Bol. Xo'ba, ma qishloqqa nasibingni ol. Mana o'sha. Oltinli olmaga olmasang bo'lmaydi. Urmay tur, yaramas. Urmay tur. Men hali tayyor emas edim. Bu g'irromlik, yaramas. O'yin sotilgan jang. Hech narsa sotilmagan qishloqqa, sen shunchaki yutqazding. Sotilgan. Sen u obunachilaringni aldagansan. Menga kim obuna bo'lsa shu qishloqni o'ldiraman deb aldagansan. Ko'p odam obuna bosib olganda keyin. Balki bo'lishi mumkin. Endi esa men water drop qilaman. Qarab turinglar. 1 kuch. Uzr. Mayli, bo'lib turadi, hammada bo'lib turadi. Men bittada suvga tushib berardim, lekin sen hech narsani eplay olmaydigan latta bolasan-da o'zi. Yo'q, sen sovrinlaringni olishing kerak. Bu yoqqa yur, tez bo'l. Bu yoqqa kel. Hech bo'lmasa sovg'alaringni ol. Nimaga yutmaganingga yarasha. Mana toshni buzishing kerak sandiqdan ochish uchun. Qara, shettarab millatda seni tupoyliging. Toshni buzish shart emas, sandiqni o'zini buzsa bo'ldi. Tupoy. Sandiqni o'zini buzsa bo'ldi. Men shunchaki seni tekshirib ko'rgandim-da, qanchalik aqlliligini bilish uchun. To'g'rimi qishloqqa? Sen meni ura olmaysan. Men kreativdaman. Ukajonim. Aytdim, nimaga zarbalarim havoga ketyapti desam, sen kreativga o'tyapsan-da o'zingcha, uka. Bo'ldi, urma meni yaramas. Ko'zimga ko'rinmay yo'qol. Mayli. Qaysi minora zo'rroq? Baribir meniki zo'rroq. To'g'rimi do'stlar? Izohlarda yozib qolinglar qaysi biri zo'rroqligini. Keyingi qismi chiqishi uchun albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.
Mayli, hammaga xayr emas, ko'rishguncha. Meni ham unutmanglar, meni ham yozib qoldiringlar kommentda.